Agar sizda qandli diabet ikkinchi tipi bo'ladigan bo'lsa va oyoqlaringizda kundan kunga jimirlash, achishish, chumoli yurgandek his bo'lishi, igna sanchgandek his bo'lishlari bo'lsa, bu oddiygina charchoq emas. Bu diabet kasalligining asorati nevropatiya hisoblanadi. Nevropatiyani o'tkazib olmaslik kerak va o'z vaqtida nevropatologga murojaat qilish kerak. Nega? Chunki vaqt o'tgan sari boyaga aytib o'tgan shikoyatlarimiz yuqoriga ko'tarila boshlaydi va siz butunlay sezish qobiliyatingizni yo'qotishingiz mumkin. Va borgan sari oyoqlaringizda sezgi kamayib boradigan bo'lsa, oyoqda qon aylanishi ham yo'qolib boradi va buni oqibatida siz oyoqlaringizdan ajrab qolish ehtimolingiz ham bor. Shuning uchun agar sizda yuqoridagi shikoyatlar bezovta qiladigan bo'lsa, albatta nevropatologga murojaat qiling. Kasallikni rivojlanib ketishini kutmang. Men nevropatolog Murodxon, sizni asab tolalaringizni asab qolishga yordam beraman.